Tuxumni har kuni yeyish mumkinmi? Ko'pchilik sog'lom odamlar uchun tuxumni har kuni iste'mol qilish mumkin deb hisoblaydi. Tuxum juda to'yimli oziq-ovqat bo'lib, organizm uchun zarur bo'lgan ko'plab moddalarni o'z ichiga oladi. Tuxumning foydalari yuqori sifatli oqsil manbai, ko'z salomatligi uchun foydali lutein va zeaksetin moddalariga boy, miya faoliyati uchun muhim bo'lgan xolin moddasini o'z ichiga oladi. Mushaklarni tiklash va rivojlantirishga yordam beradi. D vitamini, B12 vitamini, selen va boshqa foydali mikroelementlarni beradi. Kuniga nechta tuxum yeyish mumkin? Sog'lom kattalar uchun odatda kuniga bitta tuxum, hatto ayrim hollarda ikkita tuxum iste'mol qilish ham xavfsiz hisoblanadi. Jismoniy faol yoki sport bilan shug'ullanuvchilar shifokor yoki diyetolog tavsiyasiga ko'ra bundan ko'proq ham iste'mol qilishlari mumkin. Avvallari tuxumdagi xolesterin yurak kasalliklari xavfini oshiradi deb hisoblashgan. Hozirgi ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik odamlarda tuxum iste'moli qon xolesteriniga katta salbiy ta'sir ko'rsatmasligi ayon bo'ldi. Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Quyidagi holatlarda tuxum iste'molini shifokor bilan muhokama qilish tavsiya etiladi. Irsiy yuqori xolesterin, oilaviy giperxolesterinmiya, ayrim yurak qon tomiri kasalliklari, tuxumga allergiyasi bor shaxslar. Tuxumni qanday foydali tayyorlash mumkin? Qaynatib, bug'da pishirib, kam yog'da tayyorlangan omlet foydali hisoblanadi. Ko'p yog'da qovurilgan tuxumni tez-tez iste'mol qilish tavsiya etilmaydi.